Traktorlar uchun chegirmalarimiz davom etadi. 110 million so'mdan sotilgan traktorlarimiz endi 100 million so'mdan. To'g'ri eshitdingiz, aynan shu modeldagi 304 mini traktorimiz hozir chegirma narxda. Traktorimizni sizga tanishtirib o'taman. Traktorimiz 30 ot kuchiga ega, 3 ta portion, oldi orqasi tortadi, rollari gidravlika. Traktorimiz elektron tablo bilan jihozlangan, пониженный повышенный rejimlari bor. Пониженный повышенный 4 dan 8 ta skorost bilan jihozlangan. Oldi baloni 6.16, orqasi 11.2 ga 24. Orqa balonni ham, oldini ham razmerga moslab turib kengaytirib turaytirsalar bo'ladi. 60, 70, 76 hamda 80 agatlarga moslab turib kengaytirib turaytirsalar bo'ladi. Xo'p, traktorimiz tashqi ikkitalik silindr bilan jihozlangan. Bemalol 2 korpusli, 3 korpusli pluglarni ishlata oladi hamda kompressori, dori sepadigan apparatlar uchun yoki o'zini o'zi damlash uchun bemalol ishlatsalar bo'ladi. Xo'p, traktorimiz vom обороты 540 hamda 1000 оборотda, ikki xil оборотda ishlaydi. Bemalol 130, 140, 150, 160 gacha frezer yoki o'sha kardan yordamida ishlatiladigan barcha narsalarni bemalol traktorimiz ishlata oladi. 2 tonna, 3 tonnagacha ham bemalol aravada yukingizni tortib beradi. Traktorimiz salarka расходы soatiga nagruskada 3-4 litr xalosloyxodda undan ancha kam yedi. Aynan shu modeldagi Sintai 304 mini traktorimiz oldin 110 million sotilgan. Hozir sezonda mana xudo xolasa mana 10 million chegirma qilib beryapmiz. Ya'ni 100 million so'mdan hozir aynan shu modeldagi traktorimiz hozir 100 million so'mdan ham chegirma ham bo'lib to'lashga ham aynan bu traktorimizni qilib beramiz. Misol sizda 60-70 million pulingiz bor, shu 100 millionga yetmay turibdi. Qolganini sizlarga xudo xolasa 6 oygacha ham foizsiz, umuman penya, jarima, foiz yo'q, foizsiz 6 oygacha ham bo'lib to'lashga qilib beramiz. Aynan shu modeldagi traktorimizni. Boshqa modeldagi traktorlarimizga ham xuddi shunday. Boshqaga 70% to'lov qilasiz, 304, 404, 504 kabinalimi, kabinasizmi farqi yo'q. 70% boshlang'ich to'lov, qolgani 30% foizsiz 6 oyga bo'lib turasiz ketadi. Bu modeldagi traktorimiz ham Sintai 304. Bu bilan buni farqi, buni balon razmerlari katta hamda dizayni boshqacharoq ishlangan. Salarka baklari buni pastda joylashgan. Bu ham tashqi ikkitalik silindr kompressorlar bilan jihozlangan. Buni narxi 115 million. Buni ham naqd pulga kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Bo'lib to'lashga ham bor. 404, 504 ming traktorlarimiz motor korobkasi Yuto brendiniki. Pol avtomat. Ya'ni пониженный повышенный 4 dan 8 ta skorosti ham bor, reversi ham bor. Elektron tablo bunda ham mana sidinalari bunda juda ancha yaxshilangan. Balon razmerlari ham katta hamda bu bemalol misol aylanma plug bo'ladi, 3 korpusli aylanma pluglarni ham bemalol ishlata oladi. Bulardan ham обороты 2 xil 540 ming оборот. Bularni ham orqa balonni kengaytirib turaytirsalar bo'ladi. 60, 70, 76, 80 agat qilib 500 torrikam xuddi shunaqa. Bu kabinasining ichida pechka, magnitofon, ventilyator, konditsioner hamma sharoitlar bilan jihozlangan 504 kabinali mini traktorimiz. Bu ham elektron tablo, revers, traktorchi uchun kerak bo'ladigan hamma sharoit bor. 4 portion 504 traktorlarimiz 4 portion, oldi orqasi vedoshi, rollari gidravlika. 404 traktorimiz 135 million, 504 kabinali mini traktorimiz 165 million so'm. Hammasini xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Zubr modelidagi mini traktorlarimiz bor, 1 portionli. Xudo xolasa Vohada ham yangi filiallar ochilgan, Vodiyda ham yangi filiallarimiz ochilgan. Aynan bu hozir video qilingan joy Toshkent Erkin Post. Vohadan kelganingizda Erkin Postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda Agromatch mini traktorlar do'koni, traktoringiz uchun barcha agregatlarimiz, sizga kerakli hamma narsa bor. Vodiydan bo'lsangiz, Vodiyda ham bor. Qo'qonda Dang'ara Zatchas bozor ro'parasida filialimiz bor. U yoqda ham xuddi shu narxda, xuddi shu aksiyada traktorlarimizni olsanglar bo'ladi. Vohali akalarimiz uchun, aynan Samarqandlik akalarimiz uchun Samarqandda Qarshi kurgida ham yangi do'kon ochilgan. Xudo xolasa u yoqda ham xuddi shu sifatdagi traktorlar, xuddi shu narxda, xuddi shu chegirmada. Yana ham batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana pastda nomer qoldiramiz. Pastda Telegram kanallarimiz bor. Bu yoqqa ham xudo xolasa nomerlarga telefon qilsanglar, yana ham
o'zinglarni qiziqtirgan savollarga barchasiga javob berib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, chunki xudo xolasa mana bu yerda boshqa modeldagi mini traktorlarimiz bor, agregatlarimiz bor. Hammasini obzorini, aksiyasini xudo xolasa bilib turmoqchi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.